bu. Mana bu dayis o'yinda cho'tki foyda qilsanglar bo'ladi, ili foizni oshirishga zo'r variant. Foizni oshirish uchun do'stlar, qaranglar. Ana bunday qilsanglar cho'tki foiz oshadi. Qaranglar. 100 tron qilasizlar, mana buni eng oxiriga qo'yasizlar, qaranglar. Eng oxiriga qo'yib mana buni bosasizlar, avtoni bosasizlar, tamom, qaranglar. O'zi ishlab o'tiradi. Qaranglar, tron ham ko'payapti. Ko'ryapsizlar? Maningda gap. Короче, yutqizmaydi bu. Ko'ryapsizlarmi? Yutqizmaydi, cho'tki foyda qilasizlar. Atakka, strategiya qilsanglar ham bo'ladi bunda, qaranglar. Strategiyasini ko'rsataman bunda. Xo'sh, bir tron qilamiz. Xo'sh, avto. Xo'sh, bitta saytni yangilab olaylik. Hozir nima bo'lib qoldi? Buzilib qoldi. Xo'sh, ana endi qaranglar. Bir tron qilamiz minimalkani. Bir tron qildik, qaranglar. Xo'sh, eng chekkada yutqazishni berishni kutamiz. Bo'ldi mana. 15% yutqazish. Mana endi qaranglar, 125 tron qo'yamiz. 25 tron bosamiz. Hoppa, mana yana bitta bosamiz. Dagon qilamiz. Yana dagon. 1000 dagon. Hoppa, yana bitta. Bilar. Hoppa, ana 22599. Davay, yana bir boshidan ketdik yana. Eng oxirida 15% dan kichkina yutqazish berishni kutamiz. Da 15% dan kichkina yutqazish, qizil yutqazish bo'ladi. Xo'sh, davay. 16% beryapti. Ana shu taktikada o'ynasanglar, cho'tki foizlar ham oshadi. Hozir mana 29 edi. O'xlab 5 talikdan o'tib ketdik. Mana 1. Da ketdik, 250 tron qo'yamiz endi. Da ketdi. Dagon 500. Dagon 1000. Dagon 2000. Davay. Молодец. 24800 ketma-ket yutug'ini berib tashladi. Xo'sh, mana shu taktikadan foydalansanglar bo'ladi. Ili ana bu o'yin bor. Keyin barabanchalik mana bu o'yin manga cho'tki yo'qadi. Qaranglar. Bunda bir tron bilan boshlaymiz. 0 ni 2 ta chiqarib berishni kutamiz. 1, yo 01, 02 bo'ldi. 250 trondan ketdik. 1x qaytdi. Davay talishi. 2,5 yana bitta beradi. Dagon qilamiz 500. Dagon qilamiz 1000. Davay. Xo'sh, 2000. Yeplar, davay. 1,5. Davay. 2000. Bilet, davay. 2 koeffitsient, davay. 1,5 normalniy. Tushiramiz ozgina. Azart yonib qoldi uji. Davay, aylantiramiz. 2 ta 0 normalniy. Davay. 500 dan ketdik. 2 koeffitsient. Davay, yana bitta. Молодец. 23.000. Mana shu taktikadan foydalansanglar bo'ladi. Atak boshqalari ham bor. Menga yana yoqadigan ana bu limbo. Limboda ikkita ketma-ket yutqazish kutamiz. 1, 2 bo'ldi. Ana endi pul qo'yamiz, qaranglar. 250 ketdi. Bitta, yana bitta yutuq beradi. Ikkita ko'rizlan. Qaranglar yana. Ana endi 3 ta ketma-ket yutqazish kutamiz. 1, ikkinchi yutuq. 1, ikkinchi yutuq. Davay yutqazish. 2, uchinchi yutuq. 1, 2, 3 bo'ldi. Молодец. Davay. 250 dan ketdik. Молодец yana. Молодец. Ko'rdingizmi? 25200. Mana shunday qilib yig'asizlar. Короче, ana endi pulimizni yechib olamiz. Pulimizni Binance'ga yechamiz albatta. Hamma pulimni yechaman, ili bonus orqali ko'paytiraman. Xo'sh, ketdik. TRX. Xo'sh. Bu yerdan bo'ladi. TRX. Davay. Tron adresimizni ko'chirib oldik. Endi saytga kiramiz va pulimizni withdraw bo'limi orqali yechamiz. Xo'sh, bosamiz 25223. 25223 bo'ldi. Kapchani teramiz. Xo'sh, ekskavatorlarni belgilab chiqamiz. Xo'sh, bu yerda ekskavator ketdi. Ana endi withdraw knopkasini ustidan bitta bosamiz.
Bo'ldi, mana bizani pulimiz chiqarilishi qo'yildi. 1 soatda kelib tushadi do'stlar. Hozir kechlik soat 3:20 da olinyapti video. Qaranglar, dollarga mana bu yerda hisoblab berish kerak desam, hisoblamas ekan. Mana hisoblar ekan, mana 22.500 qancha nima ekan. Короче, Tron o'zi dollarni aytmagan. Xo'p, tushi bilan albatta bizlar Telegram kanalimizga qo'yamiz do'stlar. Albatta Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'linglar. Telegram kanalimizda ham saytlar, botlar haqida video chiqarib boramiz. Albatta kanalimizga ham podдержка qilinglar. Bo'lmasam barchalaringizga omad. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar do'stlar.